Hayz paytida kuchli og'riqlar bo'lishi bepushtlik belgisimi? Qisman belgisi deb aytishimiz mumkin, chunki og'riqlarni keltirib chiqaruvchi sababni bilishimiz kerak. Aynan endometrioz bo'lsa, bu holatda qorin bo'shlig'ida chandiqlarni hosil qilib, bachadon naylarini yopib qo'yishiga sabab bo'ladi. Bachadon naylari yopiq bo'lsa, dori bilan ochsa bo'ladimi yoki faqat operatsiya? Iloji boricha bunaqa holatda eko muolajasiga o'tish kerak, sababi har qanday operatsiyadan keyin bu holat yana qaytadan yopilib qolishi mumkin. Jinsiy aloqa chastotasi homilador bo'lish ehtimolligiga qanday ta'sir qiladi? Ha, albatta ta'sir qiladi, sababi ovulyatsiya paytlarida homilador bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Ya'ni ovulyatsiyadan bir kun oldin, ovulyatsiya kuni va ovulyatsiyadan keyin bir kundan keyingi holatlarda iloji boricha jinsiy aloqada bo'lish kerak. Vazektomiya qildirgan erkak qaytadan ota bo'la oladimi? Albatta bu homilador bo'lishi mumkin ayollari, faqatgina bu eko yo'li bilan moyakladan biopsiya yo'li bilan urug' olinadi va homiladorlik uchun eko muolajasi tavsiya qilinadi. Bachadon ichi spirali olib tashlangandan keyin qancha vaqtda homila bo'ladi? Hammasi individual. Ba'zi holatlarda spiral olingandan keyin ayol kishida immun sistemasida minerallarda yetishmovchilik bo'lsa, bu uzoq muddatda tashkil qilishi mumkin, lekin ayol kishi sog'lom bo'lsa, 2-3 oy ichida fertillik tiklanadi. Agar sizda shunga o'xshash savollar tug'ilsa, kommentariyada yozib qoldiring.